Kuyovjo'ra bo'lsang nimalar bo'ladi? Hamma kuyovni o'rtoqlarining ichida eng shustresi kuyovjo'ra bo'lgan deb o'ylaydi. Shuning uchun aslida unaqa bo'lmasa ham, o'zingni hamma narsani biladigandek tutishga majbursan. 50% qizlar kuyovga qarasa, qolgan 50%. Voy o'rtoq, вообще такой bo'libdimi? Kuyovmi? Yo'q, o'rtog'i. Charchamayapsizlarmi qizlar? Hech qachon gapingga kirmagan o'rtog'ing o'sha kuni sani og'zingga qarab turadi. Voy o'rtoq, esidan chiqib qoldi. Gulli kelin salomni oldin beramanmi, keyinmi? Salom beradigan payt sen ham gulli berasan, xo'p? Alo. Yo, bilmadim. Senga bir tiyin bermaydigan o'rtog'ingning puli ham o'sha kuni senda turadi. Soqqali ishlarni ham hammasini o'zing hal qilasan. Karnay surnayga nech pulda qaravingsanlar, vaqti yosh bola bo'lib ketdilaring sanlar. Faqat kuyov emas, qolgan o'rtoqlaringni ham o'zing kontrol qilasan. Sanlar qatgan? Mashina to'lgan, sanlarni Matizda ketlaring. Har doim shunaqa qilasan. Yaxshi qiz ketasizmi? Mashina bo'sh. Joy bor, o'rtoqlaringizni ham chaqiring. O'rtoq qudalar chiqdi. Tur. Ya bo'ldi, ketdi, o'tiraver. Ya tur. O'tir. Voy, tur. Nima qilyapsan? Prosta mazza ekanda. To'yda boshqalarga bo'lmasa ham senga aniq so'z beriladi. Hech qanaqa ishing bo'lmasa ham vaqt cho'zib, hammani kuttirib chiqishga netchi. O'rtoq, mana to'yam o'tdi. Eng muhimi hayajonlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men qara. Sekin kirasan, asosiysi shoshilmaslik. Ko'p aql o'rgataverma, jonga tegdi. Shunchasiga chidadim o'zi. O'zim bilaman nima qilishni. To'xta, men uylanmagan bo'lsam ham hamma narsani bilaman. Yar yaringdan